Mana shu Sabadormon klinikasiga kelganim maqsadi, men ancha kasalliklardan forig' bo'ldim. Xudoga shukr, oldin ham oshqozonimni kestirganimda ancha vес tashagan edim. O'shandan keyin 2 yildan keyin yana keldim. Grija paydo bo'lib qoldi. O'sha grijani bahonasi bilan oshqozonimni shunt qildirdim. Allohga shukr, yaxshiman. O'zi bu Sabadormondagi klinikadagi hamshiralar, doktorlar, hammasi, vrachlar ham hammasi mehribon. Xudoga shukr, yaxshiman, xursandman. Operatsiyadan keyin, operatsiyaning ertasi kuni yurib ketdim men. Почти menda 3 ta operatsiya bo'ldi. Plastik operatsiya, keyin shunt, grijamni oldirdim. Xudoga shukr, yaxshi. Hammasi ham довольный bo'ldi. Operatsiya bo'lganimda ham hammasi удачный bo'ldi dedi. Necha kun oldin bo'ldi operatsiya? 11 kun oldin bo'ldi. Yaxshiman, xursandman. Laparoskopik operatsiya bo'ldi. Ha, laparoskopik operatsiya bo'ldi. Qo'llari yengil, vrachlari ham, Nizomiddin ham, Askarni ham, hammasining qo'llari yengil. Hammasi mehribon. Men o'rganib qo'yganman shu yerga kelishga. Kasal bo'lsam, shu yerga kelaman.